Onasi, menga qarab, bor. Instagramda 1 million pul olib chiqqan. Bog'lik qilgan. 1 million ko'pi bozorga 500 mingdan yetadi. O narsalar qimmat bozorda. Yuring, men sizga qanaqa bozor qilish ko'rsataman. Menga qarab, hech bo'lmasa bitta arava olsak bo'lardi-da. Qanaqa 25 ming 30 mingga aravadan ko'ra mana pahlavondek o'zingiz borsiz adasi. 1 millionlik bozor qilaman desiz, 500 ming berondingiz, mana sdachi ham qaytdi adasi. Qanday pulni ekonom qilishni o'rgansangiz-chi. Rostdan ham shu ayolda qanaqadir baraka bor-da. Mayli adasi, yaxshi borib keling. Ha, bo'pti, men qara. Boy mendan nima so'rayapti-da? Ko'zga xalat olib bering, ustimga yotadi. Hop, shkaf tepasida pul turib tushani olib qo'y. Xo'p, rahmat adasi, yaxshi borib keling. Assalomu Onasi. alaykum, yaxshi borib keldingiz. Yaxshi o'tirsan? Senga zo'r yengilligim bor. Men senga boy pul berdim-ku. Hop. O'shanda ishxonaga borsam, yaxshilagandan qatoriga meni ham qo'shib qo'yishdi. Oyligimni zo'r qilib ko'tarib berdi onasi. Ko'p ko'rdingiz adasi, bizga bersangiz, sizga ham Xudo beraveradi. Onasi, mana shu bag'rimga bosganimni o'zi ham baraka, bilasan, savob. Sen men ikkita farzand dunyoga keltirib berganing ham baraka onasi. Senga qilsam, menga ko'p Alloh beradi. Shuning uchun senga qo'yamanda onajonisi. Sizlarga barakani formulasini o'rgating. Ayolingizga yoki onangizga pul beringlar, o'zingizga 2 barobar bo'lib qaytib keladi. Ehson mukofoti ehson bo'ladi. Kimni eri oxirgi marta necha pul berdi? Kommentariyada yozib ketinglar.